Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensiyalar to'xtaydimi? XVF talabi bilan to'lovlar bekor qilinadimi? Bu savol hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlanganlar va nafaqa oladiganlar orasida turli gap so'zlar ko'paygan. Men sizga bitta narsani darhol aytaman. Har qanday vahimali xabarga ishonishdan oldin qonun nima deydi? Davlat majburiyati nimadan iborat? Xalqaro tashkilotlar tavsiyasi nimani anglatadi? Shularni aniq bilish kerak. Chunki noto'g'ri tushuncha odamni hujjat topshirishdan, nafaqasini tekshirtirishdan, o'z haqini talab qilishdan to'xtatib qo'yishi mumkin. Shu video oxirigacha albatta ko'ring. Chunki bu ma'lumot oilangizdagi keksalar, ota-onangiz, qo'shnilaringiz, hatto kelajakda sizning o'zingizga ham tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda qo'rqitmasdan, lekin yashirmasdan, huquqiy va amaliy jihatdan tushuntirib beraman. Avval eng asosiy savolga javob beraman. Pensiyalar ertaga birdaniga to'xtab qoladimi? Yo'q, bunday xulosani avtomatik chiqarish noto'g'ri. Pensiya bu oddiy yordam puli emas. U davlatning qonun bilan belgilangan majburiy to'lovidir. Odam yillar davomida ishlaydi. Ijtimoiy soliq va boshqa majburiy to'lovlar tizimi orqali pensiya tizimiga hissa qo'shadi. Mehnat staji yig'adi. Keyin belgilangan yoshga yetganda yoki boshqa asos bo'lganda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Endi XVF masalasiga kelamiz. XVF, ya'ni Xalqaro valyuta fondi ko'pincha davlatlarga byudjet intizomi xarajatlarini samarali qilish, subsidiyalarni kamaytirish, ijtimoiy yordamlarni manzilli qilish haqida tavsiyalar beradi. Bu yerda juda katta farq bor. Tavsiyasi boshqa, pensiyalarni bekor qilish boshqa. XVF odatda hamma to'lovni kesinglar demaydi. Balki byudjetdan ajratilayotgan pullar haqiqatan muhtojlarga yetyaptimi, tizimda ortiqcha xarajat. Takroriy to'lov, noto'g'ri tayinlangan nafaqa bormi? Shuni tekshiringlar degan mazmunda fikr bildiradi. Ilgari qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar asosida yuritilar edi. Stajni tasdiqlash uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tashkilotdan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar kerak bo'lardi. Ba'zi joylarda ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilmagan, arxivlar tartibsiz, ayrim korxonalar yopilib ketgan bo'lardi. Natijada odam pensiya tayinlatishda qiynalardi yoki aksincha. Tizimda xatolik sababli ayrim to'lovlar noto'g'ri davom etib ketishi mumkin edi. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat raqamlashtirishga o'tyapti. Fuqaroning ish staji, daromadi, soliq to'lovlari, bandligi, ijtimoiy holati, nogironlik holati, oilaviy tarkibi kabi ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi. Haqiqatan haqli odam o'z vaqtida olishi kerak. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Bazadagi xato, hujjatdagi nomuvofiqlik, familiya o'zgarishi, eski ish joyi ma'lumotlarining kiritilmaganligi sababli odamning to'lovi kechikishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Mana odamlar pensiya to'xtab qolarkan deb qo'rqayotgan joyning katta qismi shu yerda. Men birinchi navbatda pensionerlarga shuni aytaman: agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, siz haqiqatan pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, stajingiz tasdiqlangan bo'lsa yoki nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik kabi asoslaringiz mavjud bo'lsa, oddiy bir xalqaro tavsiya sababli pensiyangiz bekor bo'lib ketmaydi. Pensiya tizimi qonun bilan tartibga solinadi. Uni bekor qilish uchun qonunchilikda katta o'zgarishlar bo'lishi kerak. Bu esa bir kunda yashirincha, hech kim bilmaydigan tarzda amalga oshiriladigan narsa emas. Lekin kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh, hujjatlarda tafovut bor odamlar. Masalan, pasportda ismi Gulnora, mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1929-yil, boshqa hujjatda 1960-yil bo'lib qolgan. Bunday xatolar eski davr hujjatlarida ko'p uchraydi. Elektron tizim buni ko'rsa ma'lumot mos emas deb chiqarishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin aniqlashtirish talab qilinadi. Ikkinchi guruh, staji to'liq ko'rinmayotganlar. Masalan, bir fuqaro 1995 yildan buyon kolxozda ishlagan, keyin 2000 yillarda xususiy korxonada ishlagan. Kolxoz allaqachon tugatilgan, arxivi boshqa joyga o'tgan. Elektron bazada faqat oxirgi yillardagi ma'lumot ko'rinishi mumkin. Agar u kishi pensiyaga chiqayotgan bo'lsa, hujjatlarni oldindan yig'ish kerak. Aks holda tayinlash cho'ziladi. Miqdor kam chiqishi yoki vaqtincha rad javobi berilishi mumkin. Uchinchi guruh, bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy to'lov olayotganlar. Ba'zi to'lovlar qonun bo'yicha birga berilishi mumkin. Ba'zilari esa tanlov asosida beriladi.
Masalan, shaxs bir vaqtning o'zida pensiya ham, ma'lum turdagi nafaqa ham olishga da'vo qilsa, tizim qaysi biri qonuniy deb tekshiradi. Odamlar buni hammasini bekor qilishyapti deb tushunishi mumkin. Aslida esa masala to'lovlarning qonuniy asosini aniqlashda. 4-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan, lekin yashash holati, bank kartasi, ishonchnoma yoki pensiya olish tartibini to'g'ri rasmiylashtirmaganlar. Agar pensioner boshqa davlatga ketgan bo'lsa, ayrim hollarda pensiyani olish tartibi bo'yicha qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Masalan, odam tirikligi, yashash joyi, bank hisobvarag'i, vakil orqali olish masalalari aniqlashtiriladi. Bu ham to'lovni butunlay bekor qilish emas, tartibni to'g'rilash masalasidir. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 63 yoshli erkak 25 yil rasmiy ishlagan, barcha ish joylari mehnat daftarchasida bor. Oxirgi yillari soliq tizimida ham ko'rinib turibdi. U kishi uchun asosiy xavf katta emas. Pensiyasi qonuniy tayinlanadi va to'lanadi. Lekin u mehnat daftarchasining nusxasini, pasportini, stil yoki she'r ma'lumotlarini, bank kartasi rekvizitlarini tartibga solib qo'ysa, jarayon tezroq bo'ladi. Ikkinchi misol, 58 yoshli ayol turli yillarda mavsumiy ishlagan, ba'zi yillari uyda bola parvarishi bilan bo'lgan, keyin tikuvchilik sexida ishlagan. Lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan. Pensiya yoshiga kelganda u men 2 yil ishlaganman deydi, lekin tizimda faqat 12 yil ko'rinadi. Mana bu holatda muammo XVFda emas, rasmiy stajni isbotlashda. U arxivga murojaat qilishi, sobiq ish joylaridan ma'lumotnoma izlashi, sud orqali yuridik faktni belgilatish imkoniyatini ko'rib chiqishi mumkin. Uchinchi misol, nogironligi bo'lgan fuqaro nogironlik nafaqasi oladi, keyin pensiya yoshiga yetadi. Unga qaysi to'lov foydaliroq ekanini hisoblash kerak bo'ladi. Ba'zan odam bir to'lovdan boshqasiga o'tganda oldingi pulim to'xtadi deb xavotirlanadi. Aslida tizim bir asosdan ikkinchi asosga o'tkazishi mumkin. Bu jarayonda miqdor, qo'shimcha imtiyozlar, dori-darmon yoki kommunal yengilliklar bo'yicha huquqlar alohida tekshiriladi. 4-misol, o'quvchisini yo'qotgan oila farzand uchun nafaqa oladi. Farzand o'rindiqish yoshga to'ladi. Agar u o'qishni davom ettirsa, ayrim tartiblarda to'lov davom etishi mumkin, lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Oila esa nafaqani bekor qilishdi deydi. Aslida sabab hujjat yangilanmagan bo'ladi. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin beparvolik ham to'g'ri emas. Hozirgi davrda asosiy xavf pensiyalarning ommaviy bekor qilinishida emas, balki to'lovlarni tekshirish, manzillikni oshirish va hujjatlar mosligini talab qilish jarayonida. Davlat byudjeti uchun pensiya va ijtimoiy to'lovlar katta xarajat hisoblanadi. Aholi keksayib borayotgan sari pensiya oluvchilar soni ko'payadi. Ishlovchilar va to'lovchilar soni bilan muvozanat masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun har qanday davlat pensiya tizimini vaqti bilan isloh qiladi. Islohot degani hamisha bekor qilish degani emas. Islohot degani masalan, pensiya yoshini o'zgartirish bo'lishi mumkin. Minimal staj talabini qayta ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Norasmiy bandlikka qarshi choralarni kuchaytirish bo'lishi mumkin. Ijtimoiy nafaqalarni faqat daromadi past oilalarga berish bo'lishi mumkin. Ba'zi subsidiyalar, masalan, hammaga bir xil beriladigan yengilliklar bosqichma-bosqich kamaytirilib, o'rniga faqat muhtoj qatlamga aniq pul yordami berilishi mumkin. XVF kabi tashkilotlar ko'pincha shuni tavsiya qiladi. Pulni hamma joyga sochmang, haqiqatan muhtojga yo'naltiring. Lekin bu jarayonda oddiy odam nima uchun qiynaladi? Chunki u qonun tilini tushunmaydi, rasmiy xabarni o'qimaydi. Telegramdagi qisqa vahimali sarlavhani ko'radi. To'lovlar bekor qilinadi. Shundan keyin pensioner yuragi siqiladi. Endi nima bo'ladi deb xavotirlanadi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Sarlavhaga emas, hujjatning o'ziga qarash kerak. Qaysi to'lov haqida gap ketgan? Pensiyami, subsidiyami, nafaqami, kompensatsiyami? Kimlarga taalluqli? Qachondan kuchga kiradi? O'tish davri bormi? Ilgari tayinlangan to'lovlarga ta'sir qiladimi yoki faqat yangi murojaatlarga tegishlimi? Mana shu savollarga javob topmasdan xulosa qilish mumkin emas. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, pensiya bilan nafaqa bir xil emas. Pensiya ko'pincha mehnat staji, ish haqi, yosh yoki ijtimoiy sug'urta asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda staji yetarli bo'lmagan, kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga berilishi mumkin. Agar hukumat ijtimoiy nafaqalarni manzilli qilish haqida qaror qilsa,
bu avtomatik ravishda mehnat pensiyalarini bekor qiladi degani emas. Ikkinchi nozik jihat, pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etsa, qo'shimcha staj yoki daromad hisobga olinishi bo'yicha tartib bo'lishi mumkin. Yoki ilgari kiritilmagan arxiv hujjati topilsa, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish mumkin. Shu bilan birga, agar ilgari noto'g'ri ma'lumot asosida ortiqcha to'lov amalga oshirilgan bo'lsa, davlat uni aniqlashi mumkin. Odamlar pulimni kesishdi deb o'ylaydi, lekin ba'zida bu xatoni tuzatish bo'ladi. Albatta, fuqaro bunga rozi bo'lmasa, shikoyat qilish huquqiga ega. Uchinchi nozik jihat, bank kartasi yoki hisobvaraq muammosi. Ba'zan pensiya kelmay qoladi. Odam pensiyam to'xtadi deydi. Tekshirilsa, karta muddati tugagan, bank rekviziti o'zgargan, hisobvaraq bloklangan. Ishonchnoma muddati tugagan yoki bankdagi identifikatsiya yangilanmagan bo'ladi. Bu huquq bekor bo'ldi degani emas. Bunday holatda bank va pensiya to'loviga mas'ul organlarga murojaat qilib, rekvizitni yangilash kerak. To'rtinchi nozik jihat, yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ayrim ijtimoiy to'lovlar oilaning daromadi, tarkibi, yashash manzili bo'yicha baholanadi. Agar oilada kimdir rasmiy ro'yxatda turib aslida chetda yashasa yoki aksincha, oilaga yangi a'zo qo'shilgan bo'lsa, tizim buni boshqacha hisoblab yuborishi mumkin. Kam ta'minlanganlik nafaqasida bu juda muhim. Pensiya uchun esa asosiy masala shaxsning huquqi, yoshi, staji va maqomi bo'ladi. 5-nozik jihat. Norasmiy ishlashning kelajakdagi zarari. Bugun ko'pchilik qo'limga naqd pul olsam bo'ldi deb rasmiy ishga ahamiyat bermaydi. Lekin ertaga pensiyaga chiqqanda o'sha yillar staj sifatida ko'rinmasligi mumkin. Masalan, odam 10 yil qurilishda ishlagan, lekin shartnoma yo'q, soliq to'lovi yo'q, ish beruvchi ro'yxatga kiritmagan. U yillarni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, bugungi rasmiy ish joyingiz ertangi pensiyangizning asosi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya, nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi, nogironlik to'lovi yoki boshqa ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, jashir, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, bola parvarishi davriga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnomalar. Nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, bank rekvizitlari bir joyda tartibli turishi kerak. Ikkinchi qadam, stajingizni oldindan aniqlashtiring. Pensiya yoshiga hali 2-3 yil bo'lsa ham kutib o'tirmang. Ishlagan joylaringiz ro'yxatini yozib chiqing. Qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz? Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, uning arxivi qayerda saqlanishini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Murojaatda ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan tashkilotingiz nomi, taxminiy yillar, lavozimni aniq yozing. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski va yangi familiyani albatta ko'rsating. 3-qadam. Rasmiy organlarga yozma murojaat qiling. Og'za gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya masalasida tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga, ijtimoiy nafaqa bo'yicha mahalla va ijtimoiy himoya organlariga. Hujjatdagi xato bo'yicha IFDYO yoki arxivga murojaat qilinadi. Murojaatda shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa bo'yicha to'lovning kechikish sababi, hujjatlarim holati va qo'shimcha talab etiladigan ma'lumotlar haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Yozma javob olsangiz, keyingi qadamni aniq belgilaysiz. 4-qadam, agar to'lov to'xtasa, sababini darhol aniqlang. Bir oy pul kelmadi. Demak, vayma qilmasdan 3 joyni tekshirasiz. Bank, pensiya yoki ijtimoiy to'lov organi, shaxsiy hujjatlar holati. Bankdan karta yoki hisob varaqda muammo yo'qligini so'rang. Keyin to'lovni tayinlagan organdan to'lov nima sababdan amalga oshmadi deb yozma ma'lumot oling. Agar hujjat yetishmaydi deyishsa, aynan qaysi hujjat, qaysi muddatda, qayerdan olinadi, shuni yozib berishlarini so'rang. 5-qadam, noqonuniy qarorga rozi bo'lmang. Agar siz pensiya yoki nafaqani asossiz to'xtatish deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot emas, fakt yoziladi. Qachon tayinlangan, qancha miqdorda to'langan, qachondan to'xtagan, sizga qanday javob berilgan, qaysi hujjatlar ilova qilinmoqda. Kerak bo'lsa, adliya organlariga, xalq qabulxonalariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. O'z huquqingizni talab qilish uyat emas. Ayniqsa pensionerning puli, uning dori-darmoni, oziq-ovqati, kommunal to'lovi uchun zarur bo'lsa, bu masalada sudkashlik qilish mumkin emas. 6-qadam, oiladagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron tizimni tushunmaydi.
ariza yozishni bilmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Bir pensionerning kartasi muddati tugab, 3 oy pul ololmay yurgan holatlar bo'lgan. Sababi u bankka borish kerakligini bilmagan. Boshqa bir ayolning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan. Mehnat daftarchasida eski familiya qolgan. Shu sababli staj tasdiqlash cho'zilgan. Agar oilasi oldindan nikoh guvohnomasi va arxiv ma'lumotini tayyorlaganida muammo tezroq hal bo'lardi. 7-qadam rasmiy xabarlarni kuzating. Har bir XVF talab qildi. Endi hammasi bekor bo'ladi degan gapga ishonmang. Rasmiy qaror, qonun, prezident farmoni, hukumat qarori yoki mas'ul vazirlik izohi bormi? Shuni ko'ring. Men har doim aytaman, xabar sarlavhasi sizni qo'rqitishi mumkin, lekin hujjat matni sizga haqiqatni ko'rsatadi. Agar hujjatda subsidiyalar optimallashtiriladi desa, bu pensiyalar tugatildi degani emas. Agar ijtimoiy yordam manzilliligi oshiriladi desa, bu hamma nafaqasiz qoladi degani emas. Ammo bu hujjatlar tekshiriladi. Daromadlar baholanadi, noto'g'ri tayinlangan to'lovlar aniqlanadi degani bo'lishi mumkin. Demak, men bugun sizga eng muhim fikrni aniq aytdim. Pensiyalar xalqaro tashkilot tavsiyasi bilan bir kunda bekor bo'lib ketadigan oddiy to'lov emas. Pensiya qonuniy huquq va davlat majburiyatidir. Lekin ijtimoiy to'lovlar tizimida tekshiruv, manzillilik, raqamlashtirish va hujjatlarni moslashtirish jarayonlari kuchayishi mumkin. Shuning uchun qo'rqish emas, tayyor turish kerak. Hujjatlaringizni tartibga soling, stajingizni oldindan tekshiring, bank rekvizitlarini yangilang. Yozma murojaat qilishni o'rganing va hech qachon og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularga bu masalada yordam bering, chunki ko'pincha muammo qonunda emas, hujjatdagi bitta harf xatosida, arxiv ma'lumotnomasining yo'qligida yoki bank kartasining muddati tugaganida bo'ladi. Sizningcha pensiya va nafaqa tizimida eng katta muammo nimada? Hujjatbozlikdami, to'lov miqdoridami? Adolatsiz hisob-kitobdami yoki odamlarning rasmiy ma'lumotga yetarliga emasligidami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, yaqinlaringiz, pensioner tanishlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya miqdorini oshirish, stajni isbotlash va nafaqa rad etilganda nima qilish kerakligi haqida yanada aniqroq tushuntirib beraman.